dostlar, hürmetli almışçılar. Avtoshop'tan yeni bir reklam editon maşinamiz dostlar. 2022 yılda ishlab chiqarilgan avtomatik haraketli Gentra. 4 tane yumshoq balonlar qo'yilgan. Mashina sırası ayrını aytib o'taman dostlar. Shu elde kichkina petnosi bor. Keyin orqa kirangda ham petno bor. Shu yerda udar yo'q, yuzundagina aytib o'tiraman. Endi bilinmaydi, bilmasa aytib o'tamiz dostlar. Maşinamiz 2022 yılda ishlab chiqarilgan. Avtomat, lük, hamma var. Eng puli bu. Ichiga pultlar ham bor dostlar. Salon holatlari. Pakoylar ham e'lon otomobili. Evakor Polik. Eng asosiysi $500 chiqib emas bu. Sidniyani chechib polni tayyorlagan ekan. Top-toza turibdi. Magnitofon bor, podogrev, konditsioner, probegi 40.127 kilometr yuribdi, tekshirtirib bo'lsa kilometrlardan. Lyuk bu hamma joyi bor, eng puli. Eng qizig'i do'stlar, pakalini metan ham bor. Motorga kulish demagan. Narxini kelib olmasak do'stlar, tan narxi 168 million so'm bo'lsa beramiz. Lenovo video registratorlar ham bor edi. Abi sen böyle var. Hafta krediti bağlanman deyseniz kesin ki 12 milyon son bilen çıkardıkken aylık dolu 5 yıllığı 5 milyon sondan. 12 milyon son bilen yapıyor reslerini. Aparayla ne zaten dinliyorlar. Maşın Avtoshop kullandı.